Hey yo, sizlar bilan On It Forever. Bugungi videomizda Arsenalni Chempionlar Ligasida g'olib qilamiz. Ikkinchi qism. Birinchi qismda bilasizlar, Arsenal bilan bitta o'yin o'ynagandik va so'ng men kontentni yakunlagandim va bugun ikkinchi qismini chiqardim. Shuni ko'ramiz. Bu yerda chempion bo'la oladimi Arsenal? Chempion bo'la oladi emas, to'g'rirog'i keyingi bosqichga o'ta oladimi Arsenal? Shuni ko'ramiz. Birinchi o'yin 2-0 yutgandik Liverpoolni. O'sha Jogrish bilan Saka gol urgandi. Liverpool maydonida. Bugun ikkinchi qismini ko'ramiz. Qani Arsenal maydonida bo'ladi Angliyada. Xo'sh, nimalar bo'lishini ko'ramiz. Sizlardan bitta iltimos, obuna bo'linglar, like bosinglar, komment yozinglar. Men avvalgi videolarimda ham aytganman, 10 ta obunachiga ega bo'lsam, PlayStationdan FC26 o'yinini o'ynayman va hamda kontent chiqaraman. Har kun streamlar ham qilaman. Faqat bunga sizlardan bir iltimos, 1000 ta obunachiga ega bo'lishim uchun sizlarning poddeshkalaringiz kerak bo'ladi. Ya'ni obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar obuna bo'lganlaringiz men keyingi videolarni chiqarish uchun zo'r motivatsiya hisoblanadi. Buning uchun sizlardan iltimos o'sha subscribe yoki obuna bo'ling. O'zbek tilida, rus tilida nima bo'lardi? O'shani kommentga yozaveringlar. Podpisatsiya bo'lardi. O'sha podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar va qo'ng'iroqchani qo'ysanglar, keyingi videoim chiqqan payt sizlarga qo'ng'iroqcha jaranglaydi. Sizlardan faqat iltimos o'sha obuna, like, komment kutaman sizlardan faqatgina. Shu men uchun zo'r motivatsiya bo'ladi. Keyingi videolarni ham chiqaraman va Chempionlar Ligasida keyingi boshqa jamoalar, siz aytgan jamoalarni ham chempion qilaman va gol uryapti Bayer Leverkusen shu nuqtada. Patrik Shik gol urmoqda, o'yinga intriga qaytmoqda. Ko'ramiz endi nima bo'lar ekan. Arsenal go'yoki hayotdagi kabi Chempionlar Ligasida ham yeta olmasa juda alam qiladi. O'yinda xato yutish kerak Arsenal. Bunga haqli jamoa hisoblanadi. Arsenal Zubimendi'da to'p, Zubimendi Sakada. Saka nima qiladi? Uzatma beradi. Martin Odegaardda to'p, Odegaard nima qiladi? Odegaard aldaydi, zamah qilyapti Odegaard. Zarba yo'llayapti Odegaard, ammo bu darvozabon ancha yaxshi darvozabon ekan. O'sha birinchi o'yinda ham ko'rdik zarbalarni qanday qaytarganini. Super darvozabon ekan bu ham. Gyokrishda to'p, uzatma Martinelli nima qiladi? Xo'sh, hisobni yo'q, Sakaga uzatma bergandi. Voy, Saka yetib kela olmadi. Keyin Saka fint zarba. Bu zarba ham oddiy zarbada tuyulmoqda bu darvozabonga. Uzatma. Xo'sh, nima qilamiz endi? To'p Martinellida to'p. Xo'sh, uzatma Saka. Obuna bo'linglar sizlardan iltimos. Shu 1000 ta obunachi bo'lganimdan so'ng PlayStationdan stream qilaman. Zarbasini olib chiqishdi, Jogurishning zarbasini. Uzatma beramiz. Jogurish, voy, Vlashich. Bash darvozam ulgurib qoldi. Bo'lmasa gol urardik yana bir bor. Xo'sh, Raisda to'p. Gabriel Martinelli, Gyokrich, zarba. Uy, darvozabon super save. Qaytarib yuborilyapti to'p. To'p yana Gyokrichda. Zarba bisor bloklanyapti. To'pni qabul qilib olaman va birinchi bo'lim shu nuqtada yakunlanyapti. Xo'sh, ikkinchi bo'lim boshlanyapti. Nimalar qilamiz? Qani xo'sh, ko'ramiz. Sizlardan iltimos obuna bo'linglar, like, komment kutaman. Kamchiliklarni kommentga yozinglar. Chempionlar Ligasi keyin qaysi jamoani, ya'ni klubni chempion qilishimni yozib ketinglar kommentda. Uy, o'z podkastda orqadan noto'g'ri tayyorgandim, ammo hakam indamadi. To'p chunki qolganda Bayer David Raya boshlaydi o'yinni. Sakaga uzatma kelmoqda. Saka nima qiladi? Xo'sh, yutqazmoqda. Bayerga yutqazyapmiz hozircha. Ammo umumiy shot bo'yicha yutyapmiz biz Bayerni. Xo'sh, zo'r aldab o'tmoqchi edi. O'xshamay qoldi Gabrielni aldab o'tchi. Inkapi ancha PR bo'lib ketdi shu futbolchi ham, memlarga tarqab ketdi. O'sha Bormutga qarshi nima bo'lganini bilasiz. Buni onlayn aytib bo'lmaydi nima bo'lganini. Uzatma Saka zarba, darvozabon. Ancha darvozabon gap yo'q darvozabon ekan bu. Vlashich ajoyib zarbalarni ham olib chiqmoqda o'zi. Zubimendida to'p. Obuna bo'linglar, like bosinglar, komment yozinglar. Jokrish uzatma Saka zarba, hisob tenglashtiryapmiz 70-daqiqada. Bo'ldi, bu nuqta qo'yib qo'ydik shunchaki va davom etamiz. Shik markazdan o'yinni boshlashdi. Qani ko'ramiz. Alex Garcia
Bayer nimalar qiladi, nimalarga qodir ekanini ko'ramiz buni. Nimalarga qodirligini Bayerni. Xo'sh, bizda Gabrielda uzatma. Rays kirib kelmoqda qanotda zarba zamaq uchirmoqchi edik. Yiqitildi. Penalti deyman ha. Memlarga o'xshab. Sakat zarba yo'llaydi va o'yinni butunlay o'ldirdi. Ruhiyati o'ldi. Bayerni bu goldan keyin ko'rdingiz. Xo'sh, obuna bo'linglar, like bosinglar, komment yozinglar. Sizlardan iltimosim shu, subscribe. Xo'sh, ikkita to'p. Polibom g'alaba qilamiz. Arsenaldan polibom chempion bo'lamiz. To'p Bayerda uzatma, Timber o'tkazib yuboryapmiz va to'p yana Grimaldoda uzatma. Uy, qanday gol urib qo'ydi Bayer. Voy. Hoffman. Golni ko'rdingizmi, qaysi usulda? Uy, o'yinga intriga qaytardi, ammo qiyinda ikkita to'p farqi biz yuzaga keltirib qo'yganmiz va shu nuqtada o'yin yakunlanyapti. Arsenal keyingi bosqichda. Obuna bo'ling, like bosing, komment yozing. Bundan qiziqlar hali oldinda. Obuna bo'linglar, menga bu katta motivatsiya keyingi videolarni chiqarishga. Xo'sh. Komment yozinglar, keyingi Chempionlar keyingi jamoa qaysi jamoa? Voy, qarang, Atalanta baribir yutib chiqibdi. Liverpool chopdi. Voy, PSG'ni yutib qo'yibdi Chelsea. Barselona ham yutqazibdi, Atletico yutqazibdi. Obuna bo'linglar. Keyingi video kontentlar ko'rishguncha sog' bo'linglar. Like, comment, subscribe.